Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ve men wala. Hurmatli azizlar, har bir narsani boshlanishligi bo'ladi, har bir narsani xotimasi tugashligi bo'ladi. Mana bu valimani anjumanda jamlanishlikni Allohning kalomidan bir tilovat qilinsa-da va yangi oilaning haqqi va Ilhomjon ukamizning oilasi haqida duo qilsaydi, keyin boshqa bir so'zlarga o'tsak maqsadimizga muvofiq bo'ladi. Xizmat qilayotgan aka-ukalarimizdan iltimos, Qur'on o'qilayotganda sukunat bilan eshitinglar. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. Ey poki Parvardigoro, sizlardan rozi bo'lgan, gunohlarimizni mag'firat qilgin. O'zing rozi bo'ladigan, rahmatingga loyiq bo'lgan, jannatingga kirishlikka sababchi bo'lgan hayotda yashashlikni va amallar qilishlikni bizlarga o'zing oson qilgin. Ey Haq subhanahu va taolo, sen yomon ko'radigan, la'natingga sabab bo'ladigan, azobingga sabab bo'ladigan, jahannamda do'zaxda kuyishlikka sababchi bo'ladigan amallarni qilib hayotda yashab so'zlarni so'zlashlikdan o'zing saqlagin. Ey poki Parvardigoro, mana shu joyga kelgan har birlarimiz, mana bu kelin kuyov ukalarimizning haqqida, Ilhomjon ukamizning haqqida, u kishining turmush o'rtog'i kelin singlimizning haqqida tilaklar, duolar bilan mana bu xonadonga tashrif qudum qilib keldik. Ya Robbana, kelin bilan kuyovning o'rtalarini barakotda jamlagin. Ularga baxt, saodat bergin. Solih o'g'illar va soliha qizlarni, zurriyotlarni o'zing nasib qilgin. Ular islomda yashab, bir-birlarini islomiy haqlariga rioya qilib, islomdagi bir-birlarini shariatda Alloh qanday buyurgan bo'lsa oila qurishlikni, mana shunday holatda oila qurib borishliklarini ya Robbana o'zing nasib qilgin. Dunyoda bir-birlarini, og'illarini yengil qilib, xato kamchiliklarini kechirib,
oxiratda mahshar maydonida esa ya Robbana haromdan bizni bir-birimiz saqlagan edik deb qiyomat kunida bir-birlaridan qochmaydigan, balki shafaat qiladigan solih er va soliha ayollardan bo'lib hayotlarini o'tkazishlikka o'zing tavfiq bergin. Bu kelin kuyovning haqqida ota-onalari, yaqin qarindosh urug'lari qilayotgan duolarini o'zing ijobat qilgin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل النكاح فاصلا وقاطعا بين الحلال والحرام، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أنزل إلى حبيبه القرآن، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الذين آمرون بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين. أما بعد، mana bu joyda o'tirgan kuyov bolaning yori do'stlari, xonadon ahllari, xonadonning sohibi-yu va sohibalari, hammalaringizga islom dinimizning shiori bo'lmish jannat ahlining tahiyoti. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Birodarlar, mana bu to'yning egasi va yangi qurilayotgan oilaning boshlig'i Ilhomjon ukamiz. Bu kishining qiblagohlari, dadalari Ibrohimjon akamiz. Siz u bizlar jam bo'lib o'tirgan mana bu xonadon ahlining farzandi qizni xonadonida o'tirar ekanmiz. Xonadonning qizning qiblagohlari Abdulvahhab akalarimiz mana shu ikki quda oldilarimizga mana dasturxonlarni yozishib, xursandchilik, quvonchli kunlariga siz u bizlarni ham taklif qilib, mana bu dasturxon yozishlik ibodati o'zi alohida bir ibodat bu. Alloh subhanahu va taoloning huzuriga borilinganda kishi dasturxon yozsa, ihson qilsa, Alloh taoloning oldida ajrini oladi. Alloh taolo mana shu dasturxon yozilinganda qanday ajr mukofotlarni Alloh taolo maqsad qilgan bo'lsa, mana shu mukofotlarni kuyov bolani ham, kelin sinimizni ham otalariga Alloh taolo shu dasturxonga yozilinganda qanday ajrlar berilinsa, mana shunday ajrlarni berishligini Alloh taolo nasib qilsin. Chunki jahannam ahlini, do'zax ahlini sifatlaridan biri, hali hech kim do'zaxga tushgan yo'q. Alloh xabar beradiki, "Ma salakakum fi saqar" deydi. Nima uchun bu do'zaxda, saqar degan jahannamda turibsizlar deb malaikalar do'zax ahlidan so'raganda, do'zax ahli aytadiki, "Qalu lam nakum minal musallin va lam naku nut'imul miskin" deydi. Biz namoz o'qimagan edik, namoz o'quvchilardan emas edik va miskinlarga obi taom, dasturxon yozuvchilardan emas edik. Shu qilgan amalimiz uchun Alloh taolo bizni bu do'zaxga keltirdi deb jahannamga kelganini xabarini beradi. Alloh taolo mana bu mana sal sekinroq gapiramiz akalar. Iltimos. To'xtatib qo'ysa ham bo'ladi. Oshpaz akalar, artist emasmi? To'yga artist keladi yoki bo'lmasa domla keladi degani artist o'rniga keladi, moda degani emas bu narsa. Biz mana bu joyga vallohi Allohning nomiga qasam ichib aytaman, mana shu o'tgan har bir soniyam uchun Allohning huzurida Alloh taolodan umidvorman. Allohning huzuriga borganimda, ya Robbi, seni haqligingni va islomni haqligini bilib turib, shuni musulmon do'stlarim bilan bir suhbatda o'tirib, seni diningni esladik deb mana shu eslashligimiz uchun Allohning huzurida jannatdan mukofotdan umidvorman. Boshqa maqsadim yo'q, birodarlar.
Na meni sizlardan qarindoshligim bor, na yaqinligim bor. Men sizlarni Alloh uchun yaxshi ko'rib islomdagi do'stlarim deb keldim. Biz g'irt johilmiz. Johilligimiz isbot qilib beraman. Hozir mana shu joyda o'tirgan hammalarimizga bir qog'oz bilan bir ruchkani berib, ismingni, familiyangni, adresingni yoz. Faqat İtalya tilida yozasan desa yoza olasizlarmi, birodarlar? Ha? İtalyancha yozib berasan desa yoza olasizlarmi? Nima uchun desa, aytasizlar biz o'qimaganmiz deysizlar. To'g'ri, o'qimaganmiz-da italyanchani. O'qimaganmiz. Ya İmroniy tilida, ya'ni yahudiylarning tilida yozib beringlar desa yoza olasizlarmi? Yo'q, nima uchun o'qimaganmiz? Qaysi harfda yozamiz? Yo lotin tilida, yo kiril tilida. Nima uchun desa biz maktabda o'qiganmiz. Maktabda ham 11 yil o'qiganimizdan keyin qo'limizga attestat bergan, o'rta ma'lumotga ega bo'ldi deb. To'g'rimi? Endi savol, islom dinimiz to'g'risida qancha umrimizni sarflab o'qidik, birodarlar? Aytinglarchi, islom hayotimizga nazar solaylik. To'xta, men musulmonman. Islomni qancha o'rgandim deb, yosh katta-yu kichik, ayol va erkak hammalarga savol. Biz islomni qancha o'rgandik? Bor yo'g'i shu ota-onalarimiz, opa-dadalarimiz jumaga borganda domlalarimiz, "Hoy birodarlar, hoy musulmonlar, mana bu halol, mana bu harom, mani yesa bo'ladi, mani yesa bo'lmaydi" degan qulog'imizga kirib qolgan so'zlar bor, xolos. Hozir agarda bir imtihon uchun aytadigan bo'lsam, uyatib ketamiz. Qancha odam Qur'onni ochib o'qollaydi desam, sanaqli odam biladi. Undan ham uyatadigan narsamiz, kim Qur'onning ma'nosini biladi desa, umuman yerga kirib ketamiz. Vaholanki Qur'on ummatimiz deb da'vo qilamiz. Men bugun mana bu Ilhomjon ukamizni sizlarga kelganimdan, balki aytilingandan kelgunga qadar mana shu birodarlarimni vaqtini olishlikdan maqsadim biror bir manfaatlik hayotini isloh uchun biror bir narsa beray deb hali bir mavzuni tanlamasdan shunchalik qiynaldim. Shunchaki bir odatiy bir mikrofonni qo'limga olib, hammani o'zimga qaratib bir gapirishmoqchi maqsadim umuman yo'q, birodarlar. Men bugun hayotimda o'tgan bir qiziq voqea bor. Shu qiziq voqeaning qoidasida sizlar bilan mavzuda gaplashmoqchiman. Men bugun aytaylik, namoz to'g'risida gapirmoqchi emasman. Yoki ota-ona xizmati to'g'risida gapirmoqchi emasman. Yoki mana kuyovlar uylanyapti, kelin uyda o'tiribdi, kelin kuyovning o'rtasidagi munosabat to'g'risida gapirmoqchi emasman. Men bitta mavzuni tanladim. Bundan taqriban 4 yil oldin menga polshalik bir xristian ayol kelib, mendan ba'zi bir narsalarni so'ragan. Shu xristian ayolning og'zidan chiqqan savollar bilan men sizlarga savol bermoqchiman. Bugun Allohning huzuriga borishlikdan oldin ayollar ham eshityaptimi bizni? Ha? Oqsoqollar ham eshityaptimi kattalar? Nariyoqqa burib qo'yavering, meni ovozim ertagilarga yetadi. Men bugun bir narsani to'g'risida gaplashmoqchiman. Avvalan birinchi bo'lib aytaylik. Maqsadimiz, niyatimiz nima, birodarlar? Odam bo'lib, odamni ham ichida musulmon bo'lib, musulmonligimizdan maqsadimiz, niyatimiz nima? Birodarlar, savolimni qaytaryapman. Bo'ldi, yetadi. Savolimni qaytaryapman. Opa-singillar, oqsoqollar, yoshlar, kiyobolar, u kishining jo'ralari, musulmonligimizdan maqsadimiz nima? Nima uchun biz islom dinini tanladik? Menga bir odam savol berdi. Nima uchun sizlar islom tanlaysizlar? Yer yuzida qayerda bo'lsa musulmon kaltayni yeyotgan, musulmonni obro'si, musulmonni qoni to'kini yeyotgan. Nima uchun musulmonsizlar? Oshpaz akalar, idish yuvayotgan opa, nima uchun musulmonsizlar? Nima uchun islomni tanladinglar? Otamizdan qolgan merosmi islom? Ha? Yo ajdodlarimizdan qolgan merosmi islom? Meni ota-bobom musulmon, shuning uchun men ham musulmonman. Yoki o'zbek,
Qirg'iz, tojik, uyg'ur, arab millatlari musulmon, shuning uchun musulmonmizmi? O'ris, nemis, ingliz, fransuz kofir, bular shuning uchun ular kofirmi? Milliy, ya'ni dinimiz milliymi, birodarlar? Millatlarga taalluqlimi? Islomni biz tanladik. Agarda shundan boshqa javob bo'lsa, birodarlar, qo'rqmasdan, uyatmasdan shunga chiqib yo to'xtang, mana uchun islomni tanladik dedi. Men bir narsani bilaman. Biz islomni tanladik chunki Alloh islomda yashagan odamdan rozi bo'ladi. Alloh bu dunyodan o'lganimizdan keyin musulmon odamni jannatga kirgizadi. Shundaymi, birodarlar? Boshqa gap so'z bormi? Opalar, opa-singillar, kelin qizlar, dugonalar, boshqa javob bormi? Islomdan boshqa jannatga olib boradigan yo'l bormi, yo'qmi? Alloh taolo va radaytu lakumul islama dinan dedi. Men sizlarga islom dinini rozi, islom dinini ushashliginglarda rozi bo'ldim dedi. Alloh aytdiki, innad dina indallohil islom. Islomni Allohning huzurida qabul bo'ladigan din islom dedi. Boshqa javob bormi, bolalar? Islom olib boradi jannatga. Maqsadimiz shumi? Biz o'lamiz, Allohning huzuriga qaytamiz, Allohning mulkimiz, musulmon bo'lsak Alloh taolo bizni jannatga kirgizadi. Shundan boshqa javob bormi, yo'qmi? Diniylarni sotasizlarmi? Ha? Kelinglar, oyiga $300 pul beradi. Farzandinglar og'rib qolsa qaraydi. Maktabda tarbiyalaydi. Xristian diniga o'tinglar desa o'tasizlarmi? Ha? O'tmaymiz, birodarlar. Dinimizni 300 emas, millionga ham sotmaymiz, milliardga ham sotmaymiz. Bu eng qimmat narsa hayotimizda din, islom. To'g'rimi? Mana shu maqsadni, birodarlar, yo boshqa maqsad bormi?